Qattasa, aytgan joyingga keldim. Joy zakasi qilib qo'yganman. Kirib meni kutib turgan yo'ldaman. Xo'p. Kelyapsanmi? Kelyapman deganing ham 1 soat bo'ldi, o'rtoq. Kelyapman, o'rtoq. Ketib qolma faqat, xo'pmi? Xo'p, kela qol. Bo'pti. Bo'larkan, o'rtoq mashina qo'shilib tursin. Kelaman, ishim Faqat qo'shdi. kelin ruxsat bersa qo'shiladi, bo'lmasa uyda o'tiradi. Mana aka. Shunaqasidan o'rtog'imga ham yana bitta olib kelib bering. Xo'p, faqat yarim soatdan keyin yopilamiz. Yo'q-ey. Xo'p. Ketdim. Ha, o'rtoq. Voy, keldingmi? Nima gap? Sen nima? Ustimdan kulgan chaqirding bu yoqqa? Insofing bormi o'zi? Shuncha ishimni tashab keldim. 1 soat bo'ldi kutayotganimga. O'zingni bos. Savolim bor edi. Shunga chaqirdim. Ber savolingni. Shu shirinli mazali ekanmi? Tushunmadim. Yo'q, mazali ekanmi? Yeb ko'rdingmi? Shuncha kutganimdan mazasini tushunganim ham yo'q. Agar bolalikdan birga katta bo'lgan o'rtoqlaring bilan birga yeganingda-chi? Tushunarmiding? Bu hayot ham xuddi shu shirinlikka o'xshagan. Bitta o'zing yolg'iz yashasang, uni mazasini umuman tushunmaysan. Do'stlaring bilan birga bo'lsang, uni mazasini his qilasan. Bolaning uyida qancha maraka bo'ldi, qancha to'y hasham bo'ldi. Choyxonani gapirmasam ham bo'ladi. Hech qaysi biridan xabaring yo'q. Kelmaysan ham. O'rtoq, sen-ku 1 soat kutib, hozir shu yerda asabiylashding. Sani bo'lsa, bola har choyxona kutadi. Nahotki ularni sog'inmagan bo'lsang, kuttirishimning ham sababi shu edi. O'zing his qilishingni xohladim. Xo'sh. Endi shirinlik yeymizmi? Yeymiz. Faqat bolalar bilan. Ha? Gap yo'q.